وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam albatta insonlar ichida Allohning xos bandalari bor dedilar. Ey Allohning rasuli, ular kimlar deb so'rashdi. U zot Qur'on ahli, Allohning ahli va xos bandalaridir deb javob berdilar. Nazar sol. Alloh Qur'on ahlini o'ziga xoslashi orqali ularni naqadar sharaflayapti, ikrom qilyapti. Qur'on ahli Allohning ahlidir. Bu so'zlar Qur'on ahlining sharafi, fazli ulug' maqomda ekaniga ishora qiladi. Bu esa himmat va azimat sohibi bo'lganlar qalbida ahli Qur'on, Allohning ahli va xos tanlangan bandasi bo'lishdek buyuk sharaf va oliy maqomga erishishga bo'lgan istakni uyg'otadi. Shu yerda savol tug'iladi. Kishi qanday qilib Qur'on ahlidan bo'lishi mumkin? Qur'onni to'liq yod olib, tajvidlarni joyiga qo'yib, chiroyli, bexato qiroat qilishning o'zi Qur'on ahli bo'lish uchun kifoyami? Yoxud haqiqiy Qur'on ahli bo'lish uchun talab etiladigan boshqa majburiyatlar ham bormi? Alloh taboraka va taala aytadi: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Bu oyat karimada zikr qilingan vasf kimdaki mujassam bo'lsa, haqiqatda Qur'on ahlidan sanaladi. Biz kitob berganlardan uni o'rniga qo'yib tilovat qiladiganlari, ana o'shalar unga iymon keltiradir. Demak, kishi Qur'on ahlidan bo'lishni istasa, Qur'onni o'rniga qo'yib tilovat qilish kerak ekan. Qur'onni o'rniga qo'yib tilovat qilish. Tafsir kitoblarida kelishicha sahobalar, tobiinlar va tobiinlardan bo'lmish ahli ilmlar oyatdagi Alloh taoloning uni o'rniga qo'yib tilovat qiladiganlar deyishidan murod Qur'onni o'qib, unga amal qiladiganlar nazarda tutilganini aytishgan. Sababi Qur'on unga amal qilish uchun nozil bo'lgan. Inson Qur'onni o'qib, uni yod olib, ma'nolarini tushunib, oyatlari ustida tadabbur qilib, uni amalda tatbiq qilsagina Qur'on ahlidan bo'ladi. Bularning har biri naqadar muhimdir. Kishi doimo Qur'onni tilovat qilmog'i, ma'nolarini tushunishga urinmog'i lozim. Alloh taolo aytadi: Qur'onni tadabbur qilib ko'rmaydilarmi?